Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xəzinəm tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Okay, I love you. I degan mana. Okay, me degan nim bo'ldi yana. Meni. All right. Okay, next one is yes. Okay, ma birinchi tavsiyam ye. Ikkinchisi okay, yes. All right, yes. Okay, hamda yes deganimiz nima? Sanglar shundaq degan gap bo'ldi. Shundaq. Hamda bizningki ma darsdagi ahvolda excuse me desa yes deydi. Desa shundaq degan gap bo'ldimi? No. Birisi excuse me desa yes. Bu degan cho'g'ini nima gapingiz bordi? Nima deytingiz? Gapingiz o'z qiling degan gap shu. Okay, excuse me, what's now qilgan bo'ldim desa yes, bo'pti, avval qilsangiz qiling. Nima deysiz? Nima gapingiz bordi? degan gap bo'ldi. Tushuningizmi? Demak, musharaka yes nomasi. Nima gapingiz bordi degan gap. Nima deganimiz? Yes. Okay, next one is. All right. Is. Rabanglar valla? Is. Yaxshi. Istab o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Mana z deb o'qiymiz oxirini. Is. Okay. Is deganimiz nima? Bo'lsa, shu fe'lning 3-shaxs birlik shaklida keladi. Endi bu 3-shaxs birlikni qattiq turib o'rganamiz, Diqqat. All right, next one is this. Endi men yerga men birinchisi th ma ikki harfni da deb talaffuz qilamiz. Ma tishlarimiz orasiga ma tilni qana qildi, ishlamda. Da. Va oxirgi ma tovushni bilan oxirida the tilimizni tishlaymiz, Ko'rdingizmi? The. Okay. This. Hargiz buni this deb qo'ysak bo'lmaydi. This emasmi? This. Okay. This. Ko'rdingizmi? Okay. This. Good. This. Okay, endi this deganimiz bu degan gapchu. Odatda bu shu o'zimizga yaqin ko'z oldimizga narsalarni ko'rsatganda ma'vu deymiz, bu deymiz shunami? O'shash nima? This, masalan, this, bu bo'lsa. Okay. This, bu. Masalan, this is a cat. Okay? Bu bo'lsa bir yerga yoki a deb o'qiymiz. A cat. Bu bo'lsa bir mushuk. Haqiqat tushunami? Bu bo'lsa bir mushuk. This. Okay. Next one is your. Okay? Your. Okay, ma oldingi you, siz, or, okay, kataversak sizning bo'ladi. Your. Okay, your. Endi ma o'tirishni o, okay, asa o og'zimiz jumla qo'llagan tovushqa, endi ma osmoncha emas, so'zlash belgisi. Shuna bilan bo'lma o, shunama your. Okay? Your. Yeah. O, your. Good. Ani your deganimiz sizning. Okay, masalan, sizning mushkingiz bo'lsin, your cat. Okay, sizning kitobingiz. Your book. Sizning kitobingiz, tamam? Masalan, example qaranglar. This is your cat. Bu bo'lsa sizning mushkingiz. Your cat. Tushunami? And is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Demak, hamda shuniki savol shakli bo'ldi. Is this your book? Okay. Endi savollarga qaranglar. Shu oy shunaqa mana bir egilik kelishdan shakli. Endi mana oy deganimiz hamda shu birinchi shaxs birlik. Shunaqa man. Okay, I, man. Shunaqami? Okay, endi mana yendiki my. Okay, my. Okay, endi men yerga my deganimiz nima edi? Sanga mening. Okay, masalan, mening kitobim, my book. Shunaqami? Mening mushkim, my cat. Okay, my cat. Shunaqami? My.
Okay, endi bu yerga you bo'lsin nima desanglar, mana you deganimiz siz, your, sizning. Okay, sizning. Mana birinchi, ikkinchi shaxs almasha, shaxs almashtiradi. Mana shaxs almashtirgan kallangda up uchiq qo'ydim, ha. Ana ayt, ena qo'yib keldi. I, man, you degancha siz, your, sizning, my, mening. Okay, next one is handbag. Okay, handbag. Okay, mana telaffuz qanday qilamiz, ha? Birinchi tavsiyam, mana tavsiyam emas, ha? Og'zingizdan mushada. Gedanglar ağırıp ketmesin. Bo'lma. Bu tavsiya telaffuz qilgan va sen qattiq jugadinglar. Ya qattiq peshtoqdan chiqib basirib ketdinglar. Shunama? Demakchi, nafas o'pgan oldin sirtqa chiqdi. Demakchi, shu og'zimiz yama yo'q ochimiz 90 gradus ochib qo'yamiz, ha, bola. D. Shunama? Hand. Hand emas, juma hand. Tushundingmi? Yaxshi. Hand. Uni ustiga urg'on yapti desangmi, mana u. Gapda. Hand. Okay, ya'ni shu b a. Yana o'xshashlar og'zimiz yo'q ochadi. Handbag. Okay. Handbag. All right. Handbag deganimiz nima desanglar? Qo'l so'mkasi. Handbag. Handbag. Qo'l so'mkasi odatda shu rasmda ko'rsatilgandek ayollarning so'mkasini nima deymiz desanglar? Handbag deymiz, ha? Handbag. Birinchi qo'llar handbag deb oldi. Handbag emas. Handbag. Aytish bo'lmanglar? Handbag. Good. Handbag. Okay, endi bu jumla qarab qo'yinglar bolalar. Excuse me, is this your handbag? Yes, it is. Kechiring, bu sizning qo'l so'mkangizmi? Desa, yes, it is. Tushunami? Okay. Next one is pardon. Okay, pardon. Okay, endi mana ikkinchi Sen so'zlar biroq o'qiymiz, tushunami? Okay, tushunami? D. Oxircha desanglar, pardon. Okay, pardon. Xo'sh, endi pardon degani nima? Endi emas. Anlayapsizmi? Tushunami? Kechiring, yana bir deb bersangiz, va yana bir deb bering, degan gap shu, ha? Pardon. Bana aytdi. Rasmiy ishlatishmi mana? Pardon. Voy, nim dedingiz. Yana bir deb bersangiz. Demak, sizlar boshqalarning gapini anlayolmaganda yoki shuni tushunolmaganda yana bir deb bersangiz degan deb ishlattiramiz. Pardon. Good. Pardon. Good. Pardon. Okay, next one is it. Okay, it. Jiqsavadashda mana it deyoladi. It emas, nima ma'no? Okay, nima? Birinchisi tushuningmi? It. Yaxshi, diqqat. It. Aksiya o'qib baqing. Bir qatam. It. Nima o'qiydigimiz? It. Okay, endi mana Nike'ninki slogansi. Shuar ekan, just do it. Okay? Just do it. Tushunami? Qiling, tushunami? Uni qiling yoki shu ishni degandek. Okay, endi it deganimizning sha'ni bo'ldi. U odatda narsalarni ko'rsatadi. Ammo shaxs almashtirishni birdan lekin qilgan gap. Okay. Endi keyingisi nima desanglar? Thank you. All right. Ma birinchisi thank deganni o'qish muhim. Ammo th nima? Yana bizga d tensor yana deb talabuz qilinadi. Masalan, thank. Okay, mana shu tavsiyam shunaqa. Thank you. You degan siz shunami? Thank you. Rahmat sizga. Thank you. Rahmat sizga shunami? Ana thank you very much. Okay, endi bu yerga very savodoshlar qaranglar. Bu yerga very degan nima desanglar? Nihoyatda. Much. Ko'p. Jiq degan gap. Demakchi very much nihoyat ko'p, nihoyat jiq shunami? Thank you very much. Okay. Sizga ko'pdan ko'p rahmat degan gap bo'ldi. Thank you very much. Thank you very much. Yaxshi. Ani bo'ldi bolalar. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Thank you very much. Good. Andaqda, bu so'zliklarni bugun bo'ldik bolalar. Hamda muhim narsadan keldik.
O'sha BP'li deb atalgan bir pil bor. Xo'sh, bu pil degan nima? Okay, pil degan shu harakat bor. Harakat degan nima? Maqmaq o'sha Uyg'ur tilida o'sha harakatning keyiniga maqmaq. Masalan, men turyapman shunaqa turmaq, mangmaq, o'ttamaq, shunaqa so'zlamak. Demek bu şu maqmaq qitilgan narsani pil deymiz. Demek shu harakat degan-ku. Bu inglizce verb deymiz. Hanzush degan nima? Sana dongsi deymiz-ku. Demek endi shu harakat, shu be verb. Bu shu be deb ataladigan bir pil bor. Be verb. Ular qaysi desanlar, masalan, am, is, are. Okay, am, is, are. Endi buni tarjima qilsanlar, bolalar bo'lsa degan gap, ha? Okay, bu shuni tarjima qilsanlar, bo'lsa deb ma'nosi chiqadi. Bu shuni BP'li deb ataymiz. Masalan, am. Amga qarasangiz birinchi shaxs birlikka. Masalan, birinchi shaxs birlik degan shu I, man, shunami? I am. Men bo'lsam, I am Ablajon. Shunami? Men bo'lsam Ablajon. Okay, I am palonchi. Shunaqami? Men bo'lsam. Birinchi shaxs birlikka nima? Am keldi. Okay. Amda bu is-chi? Is deganimiz ham nima ishada? Uchinchi shaxs birlik. Uchinchi shaxs birlikka u shunami? Va inglizda yomon qiziq, bolalar. O akshiga, o'g'il bolaga hini ishiltimiz, qiz bolaga, ayol kishiga shin ishiltimiz. Onunki narsalar va jonsiz narsalar va hayvonotlarga etni ishiltimiz. Masalan, she is, he is, it is degandek, mana shunaqa is keldi. Okay, endi ma birinchi shaxs birlik. Demak, bizga birinchi shaxs birlik degan we. Okay, mana shunaqa are ni ishiltimiz, Uchinchi shaxs birlik ko'plik bo'lamiz. Ko'plikning hammasiga are ni ishiltimiz. Ya'ni ikkinchi shaxs birlikka are ni ishiltimiz. You are. You birlik bo'ladi, ko'plik bo'ladi. Siz yoki nima sizlar. Deyar. Demak, bu shartga BP le bolalar bu tarjima qilsak bo'lsa. We are biz bo'lsa. You are sizlar bo'lsa. Xo'sh. Endi shart shaxs almashlar. Shaxs almashlarini ko'rib qaranglar. Majmuavi men shunami? Okay, men inglizchada nima? I deymiz. Bu jumlaning har qanday yerda vallahi bu I qanday keldi? Cho'ng yoziladi. Tushunalmi? I shunami? Ma'no nima? Men shunami? Okay. Macho. Okay. Okay, ma'rasini-chi? Ko'paydan keyinmi? Bu nima? We. Okay, yaxshi. We deganimiz nima? Biz. Ma'no biz g'oyliklar, shunami? Bu nima deymiz sanlar? We. Shunaqa, we, biz. Okay, aniqda. Qaranglar. Mana bir kishi ekan-ku, o'g'il bola. Bu nima deymiz? He, okay, he. Okay, endi bir qo'shtoq, bir qizchaq. Bu qizchaq bo'lsa nima? She, all right, she. Okay, he, she. Okay, endi mana shu ikki so'm qascha. Okay. O'g'il va qiz bola yoki ikki yoki uningdan ortiq bo'lib qolsa, biz ular deymiz-ku, ya men emas, ya siz emas. Bu uchinchi bir shaxs bo'ldi, shundami? Okay. Birinchi shaxs degan shu men o'zim. Okay, endi men sizga dars o'tayotaman. Siz bo'lsangiz ikkinchi shaxs bo'ldingiz. Endi mana ikkimizni eshib ketdik, yana bir shaxs uchinchi shaxs bo'ldi. Tushundingmi? Okay, demakchi bular nima? They. All right. They. Okay, mana they deganimiz ular siz emas, men emas bo'lganligi nima? Ular, shunami? Mana u, he, she, they. All right. Endi bu yerga yana bir it deb o'rgandik-ku. It degan u. Odatda nima deysanglar? Masalan, narsaga mashinani nima deb ishlatamiz? Shu it. U, shunami? Okay. Okay, endi mana o'xshash bo'lsa, yana ko'plik bo'lib qolsa, yana hayvonotlarga nima ishlatib? It. Mana ko'p qo'ylar bor ekan-ku, qo'ylar they. Okay, they.